Xotin! Bay qizlarni qara. Mana shu qizlar bilan bir shaharda ketsang, bir restoranlarga borsang yarashadi-da. Mani xotinim bilan bo'lsa. Nima qildi xotiningizga, a? Men ham salonga borib o'zimga qarasam, ana u kim edi? Jennifer Lopes'ni damini beraman. Bittay nolda? Yeb qo'ysang-chi. Dadasi, shu qizlarni ko'ravermasdan biz ham bir o'zimizga qaraylik. Bilasizmi, biz Bollywood yulduzlariga o'xshaymiz edi. Olay! Qilishim kerak endi, ha? Mana o'zimizga ham qarardik deylik. Pulni qayerdan olamiz, pulni? Shu yig'ib qolgan pulni bir o'zimizga sarflasak-chi? Yaxshi fikr. Bir qaraymiz ha o'zimizga. Yur ketdik. Bismillah. Ali, xotin, men tayyorman. Men ham tayyor, to'g'risidaman. Wow! Ishoningmi, nishoningmi bu ketsan xotin? Sizamchi bor-ku, xuddi Shohruxxonning o'zisiz. Tarixiy xotin zindagi menniki. Endi qimmat restoranga boramiz. Voy dadasi, pulimiz qolmadi-ku. O'shaning uchun xotin, eng qimmat restoranga borib, arzon pirojka yeymiz. Ketdik.